Hörmətli görürmənlər, bugünkü dərsimizdə lağmən və təyya çöpniki fərqini sözləb ötümüz. Lağmən yaxşı yoğurulğan, işləngan, mayda pilti qılınğan və muvafiq məzgil turğuzulğan halətdə ximiri intayın üstün bir turmuşның və süpətninki ifadesi şekilde hazırlandı. Onun korulması hem her türlü şifalık köktatlar bilen, xuruşlar bilen, yaxşı yeni göç bilen korulması tayyor buludu. Şu sebepten lağmen höl ıssık tabiatga mail buludu. Bu lağmen adette yilikni kuvvetleş, bedende yeterlik derecede tümür ve mineral maddelerinin ki şekillenişi ve saklanış için mühim ozuqluq mənbəsi hesaplandı. Şundaqla uzun mezgillik cismani ve akli emgek qılğıçılar için yeterlik aksil mənbəsi hesaplandı. Lağmennin etilişi için elbette yaxşı göç ve yeni köktatlar tanınışı, xuruşlarını muvafiq miqdarda işletilişi, şundaqla xemirgına ait alayda işleş lazım. Bir kısım kişiler bulup mu keyinki devrindeki kişileri lağmenni addi şekilde hazır yoğuruplam, hazır taşlap bu lağmen için lazım köktat ve xuruşladım o addilerini tallap, əzalarını tallap, lağmen hakkındaki qadimki tuygularımızı ve resiplerimizni yuttirib etkelinin üstüge özünün hatasını etmay, lağmen günah artıp, lağmen degen soğukken, kuvvetsizken deyişleri hatta nongıçı tarak kıldı. Nonnıma eyiplaydigan bir kısım atalmış ziyallah kelip çıktı. Qandalı olmasın bu kişiler az boğaşqa yanılam asasi muhitini şekillendiremeydi. Bu yerde demek çoğunumuz lağmenniki höl ıssık hem kuvvetlik bir tamak bulup onun tayyorlanishi, etilishi ve iste'molda qoidaga, asliga cho'qim hurmat bilan ve rioya qilish tuyg'usi bilan davomlashtirsak lag'manni shifoliqi, quvvati ve xosiyati bilan iste'mol qilgan bo'lamiz. Endi tayyor cho'p bo'lsa, bu oldi bilan Tayvan ve Yaponiyada meydana kelgan bo'lib, Ikkinchi Dünya urushidan keyin shu og'ir ocharchilik va qiyinchilik yuz bergandan keyin ap yurishga aplik bo'lgan ham hajm jihatdan insonlarni to'yg'izdigan hayotda qilishiga sababchi bo'lgan shunday yemak ichmaklar tadqiqoti nisbatan taraq qildi. Bu tayyor cho'p 800 gradus qizigan yağda taşınıp pişirilgan bulup bununki ozuqluq miqdori asosan tuvallab ketgan bo'ldi. Faqatla bu yerda hajm qo'lga keladi. Hajm orqali to'yg'izdigan ikki narsa bor. Birisi gongpan shipan, ikkinchisi tayyor cho'p. Albatta baglarninki üstün adamlarning turmushida gongpan ve tayyor cho'p bo'lmaydi. Aldıraş adamniki, tüven katlam kişilerinin ve yeni zamanda asası tuluq bulmay, təsadübi şəhərlik olub qalğan, təsadübi diplomluq olub qalğan kişilerinki yenilam üstünlükке qarab çıqanmığanlığının bir xil ifadesi sübtide davamlıq istimal qılındı. Bu gongpan ve tayyor cho'p bir madde bolu sübti bilen biz bunu qattiq tanqidlab, bunun o'ziga ayıp artmaymiz. Bunu iste'mol qilishni odatlantirgan, o'zini shu gongpan va tayyor cho'pga muvofiq ko'rgan kishilarni tanqid qilamiz. O'tgangi darsimizda aytgandek oddiy narsaga loyiq bo'lgan odammi oddiy odam bo'ldi.
tayyor çöpning o'zi yuqori temperaturada pishirilib, saqlash jarayonida buzilishining oldini olg'uvchi moddalarni ishlatganligi va uzun saqlaganligi uchun buniki oziqlantirish, badanga quvvat berish, yilikni isitish, qonni qizitishdak bunday roli bo'lmaydi. Bu faqatla oqsil to'liqlash va yoki oqsilni eng tuvan chekdimi tuvanlab ketmaslik uchun insonni hayot tutib turish uchun ishlanayotgan mahsulot hisoblanadi. Aldirash hayotda albatta yarim soatmi vaqt ajratolmaydigan kishilarda albatta tez tomoqlar, gongpan, shipan, tayyor chöp, hamburger qatorliqlarni iste'mol qilish keng yeyilyotidi. İnsanlarning ko'payishiga erishib, insonlarning aqlliqlari va mardlari va mardonlarini ko'paydi deyolmaymiz. İnsanlarning ko'payishiga erishib, amaliyotda insonlar topidagi nisbatdan qaragan vaqtimizda oddiy odamlar ko'payib ketadi. Oddiy yemak-ichmak va mahsulotlarning ko'plab setilishi shuni tushundirdi. Aql üstün beg insanların köpeygelliğine emas, oddiy adamların köpeyiyotganligini ham shu ishdan ko'rib olaymiz. Umuman biz kishilarning turmushiga, uningki iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy o'rniga aralasholmaymiz yoki uni keskin bir taraf qilolmaymiz, ammo biz faqat tadqiqot va natija san'ati jihatdan qaragan vaqtimizda chiqqan bu natijani, bu sonuç yoki bo'lmasa tadqiqot jihatdagi bu mevimizni insonlarga, do'stlarimizga buni yetkazmakdan boshqa ish emas. Herkes bir yerda gongpan yeguvchilarni, tayyor chöp yeguvchilarni, hamburger yeguvchilarni, tez tomoq yeguvchilarni ayblamoqchi, buni ishlab chiqarganlarni so'kmoqchi emas. Fakat biz tadqiqotchi ko'zimiz bilan buni yeganlar qanday odamlardir deb qaragan vaqtimizda yuqorqidek qatlamda tuvan, idisi oddiy, nervisi ojiz bir ishlarni shu kunlik, shu soatlik yashaydigan odamlarniki yemak-ichmagi deb aytalaymiz. Umuman tayyor chöpni lag'man bilan tang ko'mayli. Lag'manni atığa vaqtimizda tugmalarimizni taqab o'rnimizdan turib etishmi ozlik qiladi. Ammo tayyor chöp degan albatta bu aldirashlikning, namratlikning, oddiylikning, nepiz tushunchining bir natijasi va yoki ifodasi sifatida tabii albatta nurg'un kishilarniki ehtiyoji va ko'z qarashi tufaylidan buning davomini biz to'xtamaymiz. Biz faqat insonlarni sifatga da'vat qilamiz, ustunlikka da'vat qilamiz, qadimiylikka hurmat qilishni da'vat qilamiz, o'zini tunishga da'vat qilamiz. Bugungi darsimiz mushagicha bo'ldi. Xayr xo'sh.